hozir Instagramga video yozyapman. O'zimda o'ylab qarasam, 4-5 oydan beri bu kameramni ochmagan ekanman. Oxirgi martda, to'la sentyabrda, to'la oktyabrda vlog yozganman. O'sha bo'yicha chexolchiqiga solib qo'yganman umuman hali ochmadim. Hozir bunday o'ylab qarasam 2025-yil o'zimga maqsad qo'ygan edim. YouTube kanalimda 100 ming obunachi yig'aman va o'sha bilsanglar agar YouTube knopka beradi, shu knopkani xudo xolasa olaman dedim, lekin bu narsaga erisha olmadim. Menda 88 ming obunachi yig'ildi. Qisqa muddat ichida mart oyidan boshlab atigi 12 ming obunachi yetmadi 100 mingga, чтобы knopkaga ariza berishim uchun. Shuning uchun agar bu videoni ko'rayotgan bo'lsanglar, podpiska qilib qo'yinglar. Sizlar ham o'zinglarning hissinglarni ozgina qo'shsanglar juda ham xursand bo'laman. Undan tashqari Telegram kanalimda ham Telegram kanalimni sentyabrda ochganman. U yerda ham 3000 obunachiga ega bo'laman deb o'yladim, lekin 2200 obunachi bo'ldi. U yerda ham 800 ta obunachi yetmayapti 3000 gacha Telegram kanalim. O'shanga agar ko'rayotgan bo'lsanglar, Telegramimga ham, YouTube'imga ham podpiska tashlab qo'yinglar, juda ham xursand bo'laman va xudo xolasa ishonamanki mart oyigacha o'sha zolotoy серебряный knopchkani olaman. Xullas shunaqa gaplar. Agar mana shunaqa razgovorni videolarim sog'ingan bo'lsanglar, bitta like bosib qo'yinglar, kommentariy yozib qo'yinglar. Xudo xolasa yana ham aktivniroq bo'laman.